Hammaga salom do'stlar, bu men Viktorman va bu videoda biz yangi выживание qilamiz. Va bu oddiy выживание emas. Ko'ryapsizlar, men vertolyotdaman. Lekin bu yerda qanaqa выживание bo'ladi? Va men anomalniy zonaga keldim va bu yerda qanaqa g'alati narsalar bo'ladi. Qanaqandir zombilarni eshitdim va mana shu anomalniy zonaga kelganda menda sразу effekt замедления bo'lib qoldi. Bilmayman nega bunaqa bo'lib qoldi va u yerda men qanaqandir uy ko'ryapman. Balki u yerda odamlar bordir. Sizlarga ko'rsataman. U yerda qanaqandir odamlar bor. Va o'zim bilan parashyut oldim. Sakraymiz. Sразу like bosinglar va yana nima edi? Va obuna bo'linglar. Va Telegram kanalimga подписка bo'linglar, поддержка qilinglar. Mana shu videoning tagida ссылка bor va boshladik. Birinchi men parashyutdan sakramoqchiman va o'zim bilan ko'p narsa oldim. Sakradik. Ochamiz. Urg'ulmadim. Tak, parashyut. Tak, nimadir? Ochil. Tak, parashyutda sakraymiz. Kim bu? Kim bu? Sank. Yo'q, kim bu? Bu aytyapman-ku, bu yerda qanaqandir anomalniy zona, bu yerda zombilar bor. Tezroq qochish kerak. Mana shu vishkaga sakrashimiz kerak. Yo'q, muncha asta yuryapman. Aytyapman-ku, anomalniy zona deb. Tezroq chiqamiz. Chiqdik. Yo'q, bu yerda kimdirlar yashamoqchi bo'pti, lekin bilasizlar nima bo'pti. Bu yerda qanaqandir bilmayman, zombi apokalipsmi, bu yerda hamma narsa teshilib yotibdi. Bilmayman. Ana menda bitta sandiq bor. O'zim bilan stak sandiq oldim va ichida nimadir o'sha narsalar tayyorlab qo'ydim bu yerda. Keyin va yana bitta narsalar va bitta pichoq berdim. Va mana yerda qanaqandir sandiq bor. Tak, bu yerda ta'mirlaymiz va yana yerda daraxt bor ekan. Spremyasini sindirib oldim va bu yerda yana burgut ham bor ekan. Tak, mana bu sandiqni ochamiz. Yo'q-mayo. Obunachilar. Yo'q-mayo, bu yerda shuncha narsa bor. Birinchi men bu yerda kalash bor, bu yerda yana bu pistolet bor va bu yerda kalash deb snayper turi. Shunaqa deymiz. Shuncha. Men bu zombilarni yo'q qo'yib yuboraman-ku. Menga qarang. Avtomatda qarang, hamma zombi mendan qo'rqadi. Ular menga kemoqchi-ku. Tak, ularni o'ldiramiz. Cho'ta.
Tak, ular вообще ko'p jon olar ekan. Men mana shu anomalniy zonaga keldim va hamma yer qanaqandir tuman bo'lib qoldi. Meni prorисовкам eng maksimal turibdi, lekin uzoqda ko'rolmayapman. U yerda qanaqandir oldin shahar va shu binolarni ko'ryapman. Yana u yerda bino. Bu yerda yana bitta uy. Tak, do'stlar. O'zimiz bilan avtomatda olamizda. Bam. Otamiz. Yomon. Qoch. Chak. Tak. Otamiz. Avtomatda. Qanaqandir anomalniy zona. Nima bo'lyapti? Ko'rdinglarmi menda? Shudan normalniy narsa bo'lmayapti. Daraxt chopamizda, keyin davom ettiramiz. Ularni zombilar bilan menda xalaqit beryapti. Tak, do'stlar, ular вообще menga xalaqit beryapti. Ulardan qandaydir bilmayman usul bilan bunday qilish kerak. Bo'ldi, endi ular menga xalaqit bermaydi. Tak, ovqatni yuvamiz, endi tayyorlangan. Chopamiz. Men qanaqandir yomon. Men ularni tushunyapman. Ular meni miyamni yeb qo'ymoqchi. Men ularni tilini bilaman. Tak, o'zimizda pistolet bilan ularni ularga ta'sir qilmaydi. Ularni kalash bilan o'ldirish kerak. Ular o'z do'stlarini yeyapti. Fantastika просто. Tak, o'zidan go'shtni yeyish bu yomon ish emas. Tak. Endi uyga kirib ko'ramiz. U yerda nimadir narsalar bormi? Axlat qutisi. Kerakli narsa yo'q. Eshikni ochamiz va bu yerda kimdir qachonlardir yashagan va bu yerda qanaqandir politsiya uchun birani va bo'ldi. Ular eshikni buzyapti. Bezorilar. Qoch, hozir ular meni o'ldiradi. Qoch. O'ldirishdi. Men baribir mana shu yerda paydo bo'ldim. Men oxirgacha bu yerni tekshirmadim. Mana shu yerni tekshirish kerak. Yana meni qabrim yotibdi. Tushunaymi? Bo'ldi. Bu mod qo'y, tinch qo'ymani. Mana shu oxiri, mana shu zombilar tushimga kirib chiqadi. Menda o'q vashi ko'p. Bechora noganon ekan.
Qachdik. O'zi daraxtni chopamiz va mana shu o'zimizni mana shu vishkani qilamiz yoki mana shu vertolyotga minib ketaversakmikan? Yo'q, ha, kontent uchun bu yerda yashab ko'raman. Kontent ep yo'mayo. Hozir borku. Qoch. Mana ularni hushdan ketkazamiz. To'rga tiqilib qopti bechora. Birinchi mana shu zinani yaxshilash kerak-da. Men butun razgon bilan yuryapman. Kim bo'lmayapti. Hozir zinani davolaymiz. Ya davolaymizmas, tuzatamiz. Shu mana shu zombilar qayta tiriladimi? Ko'ryapsizlarmi? O'liklar tirilyapti. Buni buzamiz qanday? Menda qilich yo'q buzishga. Keyinroq. Tepaga chiqamiz. Bu yerda bilmayman nima qilyapti u. Tak, bu yerda tuzatamiz. Menga verstak kerak. Verstakni olamiz. Qo'yamiz. O'zimizga bu yerda avtomat ham qilsa bo'layotganini. Bu yerda dubinka ham hozir ularni qilib boshiga uraman. Tak, bu yerni tuzatamiz. Bu yerlarni tuzatamiz. Yana qayer bor? Bu yer. Bu yer ham bor. Bu yer ham bor. Tak. Bu yerda zombilar meni kutishyapti. Har doimgidek. Meni miyamni yeyish uchun ular kutyapti. Ular mana shu pauchinadan o'ldiramiz. Qoch. Tak do'stlar, bu hozir video uzun bo'lib ketyapti. Meni vaqtim yo'q. Keyingi videoda biz mana shu zombilar bilan ko'rsatamiz. Yana zombi nima? Sariq ko'zli. Meni mana shu zo'r ekanda, mana shu bazaga mana shu qurollarni tashlab ketdi. Agar kim mana shu qurollarni tashlab ketmaganida, men barbilan o'lib ketardim. Kalash bilan hammasini yo'q qilamiz. Pepsi ichamiz-da. Tak do'stlar, bugungi videoni biz tugatamiz. Srazu like bosing, YouTube kanalimga obuna bo'linglar va xayr. Agar 10 ta like qilsanglar, ikkinchi qismi srazu chiqadi. Men esa ikkinchi qismgacha mana shu zombilarni o'ldirib, mana shuni tuzatmoqchiman. Bu yerda yana mana ular
bosib ketgan. Tinchli amallar. Avtomat talash. Farqiga bormayman.